Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 3. ayının 26. günü hürmetli vatandaş. Endi sizlarga vaziyat to'g'risida oldi bilan bir ikki og'iz gap qilamiz. Bu vaziyat nimadan? Birinchi vaziyat mundaq. Qisqa xabar shaklida yetkazamiz vaziyatni. Xi Jinping Prezident Joe Biden bilan telefonda so'zlashishni rad qildi. Amerika Jungo munosabati chonqurliqqa tushib ketdi. Munosabatlar qaytib kelishiga qanchalik o'rin qoldi? Hamda mumkin bo'lmay qoldi. Mavzuliq video film 3. ayning 25. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abdure Maci, yani Maşarşım. Yana bir xabar, bir ömürlük to'pichonga melinib Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida Jungoning Yaponiyada turishliq bosh elchisining ko'rishish taklifini rad qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 26. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abduri Ümit Sadasi televiziyasi vatandaş. Yana biri tanlangan xabar. Sizlarga anlatib bo'lgan edik, bu xabar bugun yana yetib keldi. Ehtimal bu xabarning tagida portlatqich xarakterlik bir uchur va yoki bir xabar bo'lishi kerak. O mundaq boshlandi. Tanlangan xabar. Jungo hozirla Köpçüket 90 bin kvadrat kilometr yer zemininden ayrılıp kaldı. Janubi Tibet Hindistan'a koş verildi. Yani Jungo tilida Zangnan, Xitay tilida Zangnan, Hindistan tilida Arunachal. Bu zeminin dairesi kvadrat kilometri 90 bin kvadrat kilometr. Tayvan'ın kvadrat kilometri 36 bin neçe kvadrat kilometr. 3 beraber Tayvan. Tayvan'da 3 kilidu deyimiz Uygur tilida. Bu mavzunun ayrılıp kaldı. Janubi Tibet Hindistan koşup verildi. Amerika Jungo Hindistan ziddiyetini payda kıldı. Tırnakçıga aptı, men hem tırnakçıga aldım. Keler qatim da Tibet'nin müstakil buluşuğa yardım kılamdı, yani Amerika. Keler qatim da Tibet'nin müstakil buluşuğa yardım kılamdı. Mavzuluq doğru film 3. ayının 26. günü YouTube'da yana bir qatim e'lon qilindi. Abdure Tayvan Dunsun şirketinin halqalıq paytla tor programımız yoki tor film programımız. Ular yana bir qatim anglatgan ekan, bugun men yana bir qatim anglatdim. Vaqt yor bo'lsa bugun men yana bir qatim bu to'g'rida siz bilan birga muhokama olib borman, hurmatli vatandoshlar. Bugungi vaziyat shu. Bu vaziyatga aloqador endi Ukraina urushini davr qilgan holda hozirgi dunyo vaziyati, lig'irlab turgan dunyo vaziyati, balki urush gerbekiga kelib qolgan dunyo vaziyati. Maqola mundaq, mavzu mundaq vatandosh. Biron chopqin yetib keldi. NATO'nun 300 bin kişilik armiyasi Ukraina, Polsha chegarasiga toplandı. Mavzuli xabar 3. ayning 25. kuni Vanbit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Qisqartib so'zlaymizmi? Kirish so'z tashlab etmaymiz, voz kechmaymiz. Undash.
Ukrayna urushi o'tgan yili kuzdan hozirgacha ishga tarab askariy kuchini to'plab, manbalarni to'liqlab, qilishlarni bilashga agishib, yetib keladigan hal qilg'uchi jangga tayyorlik qilishdi. Mavjudlikni oshkorlash urushi Rossiya armiyasi ustunlikni oshkorlamoqchi bo'ldi. Ukrayna armiyasi mudofaada granat tashdek ching turib, irodasini oshkorlamoqchi bo'ldi. G'arb davlatlarining Ukrayna tutgan muomalasi jimlikdan umidvorlikqa o'zgardi. Prezident Zelenskiy bilan askarlarning jon tikib qarshilik ko'rsatishga bog'liq bo'lib qoldi. O'zgarayotgan reallikni tunib, G'arb davlatlari ittifoqi urushning kengayib ketishiga muvaffaq darajada tayyorlanishga boshladi. Tayyorlik qilish harbiy ishlar jihatda, siyosiy jihatda, axloqiy va qonuniy jihatda tayyorlik qilishga boshladi. Xabar yozuvchi o'sha masalalarni bo'ylab xabar yozaman dedi. Birinchi, Polsha agar Ukrayna armiyasi mag'lub bo'lsa, Polsha armiyasi urushga qatnashadi, dedi. Polsha agar Ukrayna armiyasi mag'lub bo'lsa, Polsha armiyasi urushga qatnashadi, dedi. O'tgan hafta Polshaning Fransiya turishliq elchisi Erk Loshevskiy mundaq dedi. Urush Ukrayna armiyasiga foydasiz bo'lsa, Polsha armiyasi darhol urushga qatnashadi. Kelgusi bir mezgil ichida Polsha armiyasi Amerikada ishlangan 100 donadan ortiq Abrams belgilik tankga erishib qolmay, Koreyada ishlangan Keshki belgilik tankga erishadi. Polshaning dala armiyasi navbatdagi 100 ming kishilik qo'shindan kengaytirilib 200 ming kishilik askariy qism bo'lib tashkillanadi. Polshaning bu pozitsiyasi nimani tushuntirib berdi? Bu amaldor Polshaning vaziri tuyuqsiz ifoda bildirib, dunyo vaziyati to'g'risida mundaq birazlarni o'tirib qo'ydi. Birinchi, NATO qatlamida dunyo vaziyati allaqachon plan tuzib bo'ldi. Urush kengayib ketishga tayyorlik qilishga boshladi. Ikkinchi, NATOning urush qilish planiga asoslanganda Polsha Ukrayna armiyasining orqa tarafidagi oldingi hisob bo'lganlikdan Polsha armiyasi Rossiyaga qarshi avval urushga kirdi. Uchinchi, urushning Polshaga tutishib ketishidan saqlanish prinsipi bo'yicha Koreyada ishlangan tanklarni avval urushga solish, undan keyin zo'r bir turkum piyodalar va Ukrayna armiyasi to'liq qurollanib urushga kirdi. Davomini anglaysiz, vatandosh.